Assalomu alaykum. Hozir 30 sekund ichida boshlaymiz. Ogohlantiraman. VPN ni yoqib, keyin ko'ringlar. Chiqib ketib VPN yoqib ko'ringlar. Kim VPN ni tushunmasa farzandlariga aytib, o'rnatib, keyin VPN ni Amerika, Germaniya, Angliyaga o'xshagan ingliz tilida gapiradigan, rivojlangan Yevropa yoki Amerika yoki Avstraliyaga o'xshagan mamlakatlardan ko'ringlar. Iltimos, sizlardan 1 so'm ham, 1 tiyin ham ketmaydi. Sizga zarar bo'lmaydi. Videoni chiqargan odamga ozgina foyda bo'ladi. Assalomu alaykum marafon ishtirokchilari. Charchamasdan davom ettiryapsizlar marafonni. Agar shuncha dieta sportga qaramasdan, shuncha dieta sportlarga qaramasdan hali ham shu kungacha o'zgarish sezmayotgan bo'lsanglar, birinchidan e'tibor beringlar, balki qanaqadir kamchiliklarga yo'l qo'yayotgandirsiz. Misol uchun yurmayotgandirsiz yoki sizda juda kuchli gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar faqat dietadan tuzalib ketganda doktor kerak bo'lmasdi. Endi sharoitga qarab, imkoniyatga qarab balki to'liq tekshirilib davolanishingizga to'g'ri kelar. Hozircha baribir ham tushkunlikka tushmasdan dieta sportni davom ettirish kerak. Chunki ba'zi bir odamlar juda ham semiz bo'ladi. O'zini juda ham ozg'in deb hisoblasa ham, toki ma'lum bir miqdorda 7 kilo, 10 kilo yog'i ketmaguncha natija bo'lmaydi. Bizda mana hozir sizlarning kuratoringlar bor, ismini aytmayman. Necha yilda tuzalganda, ancha paytgacha, ancha ozmagunigacha natija bo'lmagan. Xullas menyuga o'tamiz. Tushkunlikka tushmanglar, davom ettiringlar. Xo'p, bir bokal suv ichamiz. Seldir bilan bodringni to'lab bir kosa salat qilib yeb olamiz. Bugun bizada nonushtamizda men rosa ham yaxshi ko'radigan ovqat tvorожный zapikanka. Demak, 200 gram tvorog, bitta tuxum va petrushka, ukrop petrushka kerak bo'ladi. Kimda tvorog bo'lmasa, o'rniga gretskiy yogurt yoki oddiy qatiq ishlatishi mumkin. Xo'p, tvorog bilan tuxumni aralashtiramiz, ko'katni aralashtiramiz va tovaga yoki maxsus pishiradigan idishiga solib, hattoki qozonda ham 25 gradus 25 minut 180 gradusda duxovkada pishirib olamiz. Xuddi shu narsani past olovda qozonda yoki skоворodkada pishirsa bo'ladi. Bir porsiya ovqatimizda 28 gram oqsil, 12 gram yog' va 5 gram uglevod bo'ladi. 2 grami kletchatka, 1 grami shakar, 2 grami kraxmal, hattoki yarim yedenitsa ortiqchalik qiladigan ovqat hosil bo'ldi. Xo'p, qaranglar, mana bunaqa vaflilar bor. Oldin vafelnitsalarda o'zingizlar uyda pishirgansizlar, hozir buni o'sha morojniy xonalarda vafli bilan morojniyni birga iste'mol qilishadi. Bizga morojniy mumkin emas yoki vafli mumkin emas, doktor biz buni bilamiz deydiganlar bor. Sizlar ko'pchiliklarni tashkil qilasizlar va yangilar bor. Xullas, yangilar sizlarga bu narsa mumkin emas. Endi bizning retseptlar kanalimizda morojniylarning har xil turlari bor. Vafli ham mumkin narsalardan pishirsa bo'ladi marafon tugagandan keyin. Orada yoki ajoyib natijalarga erishganingizda, orada bu narsani o'sha retseptlar kanalidan ishlab pishirib yeb ko'rishingiz mumkin. Hozir marafon mobaynida emas, ayniqsa hali tuzalib remissiyaga erishmagan bo'lsangiz. Xo'p, demak, bunaqa morojniyda va vaflida 8 qoshiq shakar bo'ladi. Diabetda mumkin emas. Xo'p, Ispaniyada 250 ta odam tekshirishgan. Ertalabki xamirli taomlarni o'rniga tvorog va sabzavotlarni iste'mol qilganlarni 3 oy ichida glikirlangani 0.3% ga tushgan. Ya'ni har bitta keltirilgan misol undan keyingi narsalar bilan bog'liq. Bu mumkin emas, retseptlar kanalidagi bu narsa mumkin yoki bu mumkin emas, agar shunaqa qilsanglar sahriylar shuncha tushadi degan foydali ma'lumotga ega. Bekorga hech narsa tuzilmagan. Xo'p, 2021-yildagi Clinical Nutrition jurnalidagi maqola 120 ta diabeti bor odam qatnashgan oqsilli nonushtalar glikirlangan gemoglobinni va kun davomida qondagi qandning oshib ketishini kamaytiradi. Glikirlangan gemoglobinni 0.4% ga kamaytiradi. Bir bokal suv ichamiz obedda. Pomidor bilan salat barglarini to'rab, bir kosa salat qilib yeb olamiz. Keyin bugun mol go'shti, gulkaram va ismaloqni dimlab yeymiz. 200 gram lahm mol go'shti, 100 gram gulkaram va 50 gram ismaloq kerak bo'ladi. Bir osh qoshiq o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Xo'p, go'shtni bo'laklarga bo'lib olamiz, qovurib olamiz, keyin sabzavotlarni qo'shib
ismaloqni qo'shib 25 minut dimlaymiz. Bir porsiya ovqatimizda 34 gram oqsil bor, 20 gram yog' bor va 8 gram uglevod bor. 3 grammi kletchatka hazm bo'lmaydi, 5 grammi hazm bo'ladi. 2 grammi shakar, 3 grammi kraxmal. Yarim 1 yedenitsa yetadigan ovqat hosil bo'ldi. Yoqimli ishtaha. O'rtoqlar, ayniqsa shaharda yashaydiganlar cheesecake degan narsa bor. Cheesecake sizlarga mumkin emas. Reseptlar kanalida agar sizga mumkin cheesecake'ni ko'rsangiz, pishirib yeyishingiz mumkin. Oddiy cheesecake'larda 45 gramgacha shakar bo'ladi. 9 qoshiq shakar degani. Va qondagi qandni birdaniga oshib ketishiga olib keladi. Amerikada 400 ta bemor tekshirilgan. Demak, obedga oqsilli va sabzavotli taomlarni iste'mol qilganlarning glikirlangan gemoglobini 0.4% ga tushgan va xolesterinni normaga tushgan. Xolesterin faqat yog' degani emas, uglevodlardan ham organizm o'sha yomon xolesterinlarni ishlab chiqaradi. Jigar ishlab chiqara oladi. Uglevodlarni ko'p iste'mol qilish xolesterinni oshishiga olib keladi. Xo'p, 2019-yilda Nutrition and Diabetes jurnalidagi chop etilgan maqola 180 ta diabeti bor odam tekshirilgan. Oqsilli sabzavotli obedlar glikirlangan gemoglobinni 0.5% ga tushirgan va o'rtacha 3 oy ichida 2 kilo ozishga olib kelgan. Bu juda ham ajoyib natija hisoblanadi. Xo'p, ujin, rukkola va 50 gramdan kam bo'lgan sabzini qirg'ichdan chiqarib, aralashtirib bir kosa salat qilib yeb olamiz. O'rtoqlar, bir yeganda hech qachon 50 gramdan ko'p sabzi yemanglar. Xo'p, kechqurunga indeyka, baklajon va brokkolini dimlab yeymiz. Xo'p, 200 gram indeyka go'shti. Bugun ham yana qaytaraman. Agar bitta go'sht bo'lmasa, indeyka bo'lmasa, o'rniga bemalol tovuq go'shti, quyon go'shti, baliq yoki mol go'shtini lahmini ishlatishingiz mumkin. Bu yerga echki go'shti ham, tuya go'shti ham kirib ketadi. Endi qo'yni go'shti yog'li bo'ladi. O'rtoqlar, ehtiyot bo'lamiz. Agar mabodo ishlatsanglar, har zamonda o'ta lahm joydan ishlatishinglar mumkin. Agar qaysidir go'sht esimdan chiqqan bo'lsa, tuya qushmi, u bedanami, u ham mumkin. O'rdakmi, g'ozmi, faqat terisi mumkin emas, lahm joydan ishlatiladi. Xo'p, demak 200 gram go'sht, indeykani go'shti, 100 gram baqlajon, 100 gram brokkoli kerak bo'ladi. Xo'p, 1 osh qoshiq o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Indeykani filesini bo'laklarga bo'lib qovurib olamiz. Sabzavotlarni qo'shib 20 minut dimlab olamiz. Xo'p, demak, bir porsiya ovqatimizda 36 gram oqsil, 14 gram yog' va 7 gram uglevod bo'ladi. 3 gram kletchatka hazm bo'lmaydi, 4 gram hazm bo'ladi, 2 gram shakar, 2 gram kraxmal, yarim 1 yedenitsa insulin yetadigan taom hosil bo'ldi. O'rtoqlar, obedga yoki ujinga tavsiya qilingan dimlamani yegiz kelmasa, xuddi shunaqa menyu asosida qovurma yoki qaynatma sho'rva qilib yeyishingiz mumkin. Misol uchun, indeykani qovurib olasiz, suv solib qaynatasiz, bir pasdan keyin o'sha sabzavotlarni qo'shib qaynatib, tabizga qarab ziravor tuzlarni qo'shib, bemalol sho'rva holatida iste'mol qilasiz. Masalliqlar o'sha bo'ladi. 2 kosa bo'lsa ham, 2 kosa sho'rva chiqsa ham, demak, o'sha 1 litr suvga bu bitta masalliq tayyorlanadi. Siz 2 kosangizda 2 kosa bo'lsa ham, hammasini o'sha yeb olsangiz, ichingizga shu narsa kiradi. Ya'ni dimlamadan charchagan, suyuq ovqatni yaxshi ko'radigan odam xuddi shu masalliqlardan 1 litr suvda qaynatma sho'rva qilib ichishi mumkin. Hammasini ichib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, pirojka, kartoshkali pirojka eng qondagi qandni oshiradigan mahsulotlardan bittasi. Yaqinda video chiqarganman. 3 ta odam yedi pirojka, uchalasini ham sahri 10 taga oshib ketdi. Agar 5 bo'lsa 15, 10 bo'lsa 20, 15 bo'lsa 25 bo'lib oshib ketadi. Demak, 2 ta pirojkada 12 qoshiq shakar bo'ladi. Xamir ham shakar, kartoshka ham shakar. Endi yog' o'sha qondagi qandni tushirishga yog'li ovqat bilan bu kartoshka yog'ni shimib oladi ancha-muncha. Yog'li ovqat bilan uglevodli ovqatlarni qo'shib iste'mol qilish uzoq vaqt qondagi qandni baland turishiga olib keladi. Xo'p, Janubiy Koreyada 500 ta odamni tekshirishgan. Oqsilli va sabzavotli taomlarni iste'mol qilganlarda glikirlangan gemoglobin 0.3% ga tushgan. Xo'p, 2020-yilda
Open Diabetes Research and Care jurnalida chop etilgan maqola 220 ta diabeti bor odamlar qatnashgan oqsilli sabzavotli ujinlarni iste'mol qilish kechqurungi qondagi qandni oshib ketishini 25% ga kamaytirgan va glikerlangan gemoglobinni 0,3-0,4% ga tushirgan. Xo'p, bugun qaranglar o'rtoqlar, mani oldimga minglab odam kelgan. Dalada ishlashim, ketmon chopishim, lopatka chopishim yoki shunga o'xshash daladagi ishlar, uy ishlari bilan shug'ullanish, shular ham sport o'rniga o'tadimi deganda, ma'lum bir narsalarni sport o'rniga o'tadi, ma'lum birlarini o'tmaydi deganman. Endi o'tadiganlarini hattoki ko'cha supurishgacha, uy hovli supurishgacha mana shu bir necha kun ichida sizlarga o'tib beraman. Bugun ketmon chopish haqida ketadi. Ketmon chopish yurishdan, agar uzluksiz chopsa, yurishdan va yugurishdan yaxshi mahsulot hisoblanadi, yaxshi mashg'ulot hisoblanadi. Xo'p, endi qaranglar. Yugurishdan yaxshi emas, lekin yurishdan yaxshi hisoblanadi. Hozir nimagaligini aytaman. 2018-yilda Journal of Physical Activity and Health jurnalida chop etilgan maqola ketmon chopish 30 minutning ichida 300 kaloriyani sarf qiladi. 80 kiloli odamda. 80 kiloli odam 1 soat chopsa 700 kaloriya. Agar 1 soat yursa, xo'p, 320-400 kaloriya sarf qiladi. Demak, ketmon chopish oddiy yurgandan 2 marta kuchli mashq hisoblanadi. Endi 2020-yildagi Preventive Medicine Reports jurnalida o'sha bog'bonlarning ishlari o'rganilgan. Значит, bir haftada 150 minut. Bu degani yarim soatdan 5 kun, haftada 1 marta. Agarodda o'sha ketmon chopib ishlaganlarning glikerlangan gemoglobini 0,3-0,4% ga tushgan. 2021-yilda Public Health Nutrition jurnalida chop etilgan maqola doimiy ravishda bog'da mehnat qilish diabet xavfini kamaytiradi va insulinga sezgirlikni oshiradi degan xulosaga kelishgan. Xo'p, demak, o'rtoqlar, bemalol ertalab ovqat yegandan keyin yurishni o'rniga kamida 30 minut ketmon chopsangiz, o'sha ertalabki yurishingizni o'rniga o'tadi. Iloji bo'lsa 1 soat chopsangiz juda ham xursand bo'lardim. Xohlasangiz har kuni, xohlasangiz kunora bu ishni qilishingiz mumkin. Ertalab ovqatdan keyin, kechqurun ovqatdan keyin iltimos sizlardan issiqda bunaqa qilmanglar. Keyin o'rtoqlar, yosh kattalar, davleniyasi borlar, bu gapimdan keyin ketmon chopib o'zinglarni bir baroga giriftor qilmanglar. Bu avvaldan qilib yurgan odamlar uchun oramizda ketmon chopadigan yoki bog'i bor odamlar bor. Avval men ularga ruxsat berganman, balki hozir esidan chiqib qolib 1 soat yurib kelib, keyin yana ketmon chopayotgan bo'lishi mumkin. Bemalol ovqatlaningda ketmon chopishga chiqib ketaverishingiz mumkin. Tak, bugun B vitamin haqida, B1 vitamin haqida, tiamin haqida o'tamiz. Demak, B gruppa vitaminlari diabeti bor odamlarda yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu degani yugurib borib B1 iching degani emas. B vitaminlarining kamayishi diabetni nervlarga va pochkalarga asorat berishi va tomirlarga asorat berishiga olib keladi. Xo'p, B vitaminini, B1 vitaminini nevropatolog yoki endokrinologingiz yozgandan keyin qabul qilasiz. Qancha ichishi, qancha dozada ichishi doktoringiz yozib beradi. O'z boshimchalik qilish yo'q. Prosta aytmoqchi edikki, B gruppa vitaminlar diabeti bor odamlarda yetishmovchiligi kuzatiladi. Yetishmovchiligi tufayli nervlarda va pochkalarda asoratlar kuzatilishi mumkin. B gruppa vitaminlar faqat vrach tomonidan yoziladi va yozgandan keyin bemalol diabetimga yoki Umidjonning davosiga ziyon qilmaydimi deb qabul qilishingiz mumkin. Ayniqsa nevropatologlar ko'p yozadi. Endi mana bu yerda buni foydalari haqida aytilyapti. 2023-yilda Diabetologiya jurnalida chop etilgan maqola 40 ta bemor odam qatnashgan va vitamin B1 ni qabul qilish tomirlarda endoteli deyiladi. Endoteli bu tomirning ichki qavati, o'sha yerdagi funksiyasini tiklagan va shamollashni kamaytirgan. 2008-yilda Diabetes Care jurnalida chop etilgan 84 ta diabeti bor odam qatnashgan vitamin B1 ni qabul qilish pochkalarga qaranglar.
foydali ta'sir qilgan, ya'ni oqsil ajralib chiqarishi va nefropatiyani davolash uchun ishlatilgan. 2012-yilda Clinical Science jurnalida chop etilgan, 60 ta odam qatnashgan. Bu vitaminni qabul qilish glikirlangan gemoglobinni 0,2-0,3% ga tushirgan, ya'ni qondagi qandni tushiradigan xususiyatiga ega. Xo'p. Demak, bu maqola faqat doktoringiz yozganda, bu dabavka faqat doktor qabul yozganda, sizni shundoq ham o'zi dabavkalaringiz ko'p. Bu ma'lumot uchun edi. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurish esdan chiqmasin, sahrni o'lchab turish esdan chiqmasin. Sizlarni har bitta chatga yozgan kommentariyalarni o'qib ketyapman. Xursandman. Savollar bo'lsa, primo efirlargacha bitta joyga yozib qo'yinglar, primo efirlarda so'raysizlar. Ertagacha inshaalloh. Xo'p, videoni oxirida shuni aytmoqchi edimki, sizda har xil savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu mahsulotni qayerdan topaman, qayerdan sotib olaman, qanaqa pishiriladi, tayyor yo'qmi? Yana shunaqa juda ko'p savollar paydo bo'lishi mumkin. Ikkita yo'li bor. Yoki bu narsalarni hammasini mustaqil o'zingiz hal qilasiz, yoki bizani o'zimizning chatimiz bor. Bu chatimizda kuratorlar bor va tuzalgan bemorlar, o'sha hamma narsani tushunadigan odamlar bor. Xohlagan kuningiz sizni hech kim majburlayotgani yo'q. Lekin orada yangi odamlar bor. Ular misol uchun, "Voy, undan ko'ra pulligiga qo'shilaman. Bu shunaqa yaxshi bo'lsa, agar bitta video shunaqa yaxshi bo'lsa, qolganlari bundan ham zo'r bo'lsa kerak." Kuratorlarning poddershkasi yoki doktordan so'rab turish imkoniyati, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, man undan ko'ra pulligiga qo'shilaman degan odamlar bo'ladi. Pullik narsa har doim yaxshi bo'ladi va yaxshi natijaga erishiladi. Chunki odam ijtimoiy, ayniqsa ayollar ijtimoiy mavjudot. Ijtimoiy degani ular boshqalar bilan aloqada bo'lishi kerak. Gaplashish kerak, savol berish kerak, muhokama qilish kerak. Ayollar bir-biriga retseptlarni o'rgatadi, yana boshqa savollar bor. Erkaklar ham shu jumladan ijtimoiy mavjudot. Bir o'zi hech kim diabetdan tuzala olmaydi. Gruppa bo'lsa tezroq tuzalib ketadi. Bu narsa ixtiyoriy, hech kim sizga majburlayotgani yo'q. Xohlasangiz Telegramimga pullik marafonga qo'shing deyishingiz mumkin. Bu narsani xohlagan payt qilishingiz mumkin. Xohlagan payt qilishingiz mumkin. Agar kimda kim bo'lib qolsa, pожалуйста, kutamiz. Erta har doim bilib qo'yinglar, pulli narsa yaxshiroq bo'ladi va foydasi ko'proq bo'ladi.